bilib qo'yganingiz yaxshi, chunki ilm bo'lsin. Bu Ka'bani tavof qilayotgan musulmonlarni har bitta eng yaxshi ko'rgan, eng afzal ibodatlardan biri Makkaga keldi. Tavof qilasiz, bemalol xohlaganingizcha qilasiz, to'g'rimi? Lekin bu Ka'bani tepasida Baytul Ma'mur bor. Baytul Ma'murda har bitta farishta bir marta umr davomida kira olar ekan. Sizda bu imkoniyat juda ham ko'p. Makkaga kelganingizda eng afzal ibodat tavof qiling ko'proq. Umra badal qilishga ilm ahli targ'ib qilmagan. To'g'ri, ota-onangiz uchun bir marta qilsangiz afzali zarar qilmaydi, lekin faqat Oysha onamizning masjidiga borib, qayta umra badal qilganingizdan ko'ra, to'kka kelib 7 marta tavof qiling, maqomi Ibrohimga o'tib 2 rakat tavof namozini o'qing, bo'ldi. O'shani savobini o'tganlarga baxshida qiling. Shuni o'zi inshaalloh o'tganlar